Men hozir Tatarcha so'zlasham, meni anglaysizmi? Anglaysizmi meni? İsminiz nechik? Adınız nechik? Adınız ne? Mening atim Take. Hozir Qirg'izistonda yashayapman. Ishdayman. Qirg'izistonga kelganimga 2,5 yil bo'ldi. Qayda ishlaysiz? Qirg'izistonda JICA degan firmada Yapon el avlod xizmat tashkil qilgan. Qaysi shaharda? Bishkek? Bishkekda. Nechik? Yoratasizmi, ishotasizmi, yoqda ko'rasizmi? Yaxshimi? Yaxshi. Ijod soni, tamoqlari yaxshi, odamlar soni. Eng ta'mli rizq qaysisi? Besh barmoq? Besh barmoq. Jana men shulpo. Shulpo yaxshi ko'raman. Anda osh, jana anda emne? Samsa. Samsa. Ayba yaxshi ko'raman. Jagatma. Qo'shan qaytasiz Qirg'izistonga? Qachon? Bir oydan keyin? Bir oydan so'ng. Hozir jumush bo'yicha hozir Osaka Expo'da bo'laman. Undan keyin kichkina yasalib, ana o'zingiz meni atam meni yasalib, anda Tokioda boshqa jumush andan keyin ketaman. Yaponiyada qo'ydan? Yaponiyada qaysi shahardan? Men negizi Toyota degan shahardan. Aichi prefektura. Borganim bor. Borgansizmi? Toyota mashina kompaniya. Bilam. Nagoya yonida. Nagoya yonida. 1 soat. Nagoya. Borganim bor. Futbol qaraga borganim bor. Yaxshi. Stadium bor. Yaxshi stadium bor da. Toyota stadiumi. Yaraylik shod bo'ldim. Tanışığımızga shod bo'ldim. Quvonchli bo'ldim. Ayabay quvonchdaman. Rahmat. Cho'ng rahmat. Rahmat.